qiyomatda qiyinchiligidan, qiyomatda mashaqqatidan qutulmoqchi bo'lgan inson bir insonga qarz bergan. Qarzini ko'rib turibdi, u aldoqchi emas, mashinnik emas, hammani aldab ketgan emas, haqiqatda muhtoj. Shunaqa insonlar bo'ladi. Ba'zi insonlar bo'ladi, o'shani kasb qilib olgan bo'ladi. Ya'ni mana shu qarz olib birovlardan tilamchilik qilishlikni kasb qilib olgan bo'ladi. Ba'zilar bo'ladi, so'ramaydi hech kimdan. O'zi muhtoj, uyda o'tirar, masjidda jamiyatda biz bilan yurar, lekin so'ramaydi. Nimaga? Hayo qiladi. Do'sti biladigan bo'lsa, shuni agar bir insondan qarzi bo'ladigan bo'lsa, shuni to'lab berishlikka harakat qilsin. Yengillatsin. Muhtoj bo'ladigan bo'lsa, haligini muhtojligini ketkazishlikka harakat qilsin, Alloh yo'lida qilsin. Agar keyinchalik shu do'stiga ko'zi tushib xijolatli holati bo'lib qoladigan bo'lsa, qanaqa qilish kerak bunda? Bildirmasdan qilish kerak. Oldingi ajdodlarimiz bir do'sti qiynalib qoladigan bo'lsa, do'sti ertaga buni yonida qarzini to'lab beradigan bo'lsa, do'stini qarzini to'lab bersa, do'sti hijolat bo'lmasligi uchun uyini yonidan o'tib ketib turganda, haligi hamyonini olib turib, do'stini uyiga osib ketar ekan. Hovlisiga. Qarzingni to'lab olgan, Alloh yo'lida beryapman. Ertaga ko'zimizga tushadigan bo'lsa, hijolatli bo'lmaylik deb. Mana qarang, haqiqiy Alloh yo'lida qilingan xayr-saxovat hisoblanadi bu. Haqiqiy Alloh yo'lida bilmaydi, lekin bir inson shuni sababidan qarzidan qutulib qoladi. Bizga uni insonni bilishligi shart emas. Bizning haqqimizga duo ham qilmasin. Lekin ertaga bu amalimiz Alloh huzuriga borganimizda bizga manfaat beradi. Shu yerda o'tirgan hammalarimiz hayotimizda bitta dona eng kamida Alloh uchun, Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bitta xayrli amal qilib qo'yaylik. Bitta Allohning roziligi uchun hech kimga bildirmasdan bitta xayrli amal qilib qo'yaylik. Hech kim bilmasin. Chunki nafsimiz ham agar birovlar biladigan bo'lsa, g'ururlanib ketib qoladi. Bilmasin, faqat Allohning o'zi. Ana shu amalimiz inshaalloh ertaga Allohning huzuriga borganimizda najot topishligimizga sababchi bo'ladigan amal bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun qiynalib qolgan do'stlarimiz, birodarlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bularga ham ozgina bag'rikenlik qilib, haligi qiyinchilikdan chiqishlikka yordam beraylik. Haligi yuqorida aytganimdek, agar kasb qilib olib, hammani aldab ketadigan bo'lsa, unaqa insonga to'g'ri tushuntirishlik kerak. Afsuski, mana shunaqangi insonlarning kasofatiga boshqa insonlarga qarz berishlikdan odamlar hozirgi kunda qo'rqib qolgan.